Всем здравствуйте. Сегодня я представляю Hammaga assalomu alaykum. стартап. Hozir men startaplarni ifoda etmoqchiman. Mana endi startaplar vakili ekanimdan ko'rinib tursa kerak va biz Xxo'da qanday qilib jamoani yaratishimiz va u qanday qilib mahsulotimizni yaratishga foydalanuvchilar uchun servisni yaxshilashga qanday yordam berishini va eng asosiysi mahsulotimizni rivojlantirishga qanday yordam berishini gapirib bermoqchiman. Demak, o'zim haqimda gapirib beradigan bo'lsam, men 7 yil davomida klient servisida ishlayapman. Incomer va Fintech Yecomda ishlaganman. Hozir eng tez o'sayotgan Junay startapda ishlayapman. Agar siz Junay bozorini bilsangiz, bu bozor juda tez rivojlanayotganini bilsangiz kerak va bizda hozir juda ko'p raqobatchilar bor. Asosan bular Yevropadan, AQShdan va Qozog'iston yagona joy va aynan Junay sohasida raqobat qila oladigan yagona joy. Kontekstni tushunish uchun community nima uchun muhim, nima uchun men aynan shu mavzuni tanladim. Oldin kompaniyamiz haqida gapirib bermoqchiman. O'shanda nima uchun bizga community muhimligi, masalan, feedback yig'ish, klient servis va hokazolardan chetlashganimizni tushunasiz. Nima uchun? Chunki Xfield hozir juda ham tez rivojlanyapti. Bu biz haqimizda 3 ta asosiy raqamlar, bu bizning asosiy yutuqlarimiz va biz bu yutuqlarni shu yil olganmiz. Bizni mahsulotimizga hali 1 yil ham bo'lgani yo'q, 9 oy to'ldi. Bizni raqamimiz $50 million, bu bizning investitsiyalarimiz $100 million yillik tushum va hozir biz sentyabr oyida Qozog'istonlik demak yagona единорог kompaniyamiz, ya'ni $1 milliard baholashga, qiymat baholashga ega bo'lgan kompaniya. Bu degani biz tez rivojlanyapmiz va hozirgi kunda an'anaviy feedback yig'ish usuli bizga to'g'ri kelmaydi. Demak, standart usulda mijozdan yig'iladigan feedback bu odatda kech qoladigan feedback, kech yetib keladi va ko'p holatlarda biz qandaydir bir feedbackni olib mahsulotga berishimiz, u backlogga yetib borishi uchun vaqt talab qilinadi. Masalan, biz qandaydir narsani release qildik, userlar undan foydalanib ko'rish kerak, u nimadir yoqmasa yoki supportga yoki hozir shunaqa urf bor threadslarga, LinkedInga kompaniyalarni qilib, hashtaglarni qo'yib, rasman javob beringlar deb chaqiriqlar qilish urfga kirgan. Biz uchun bu mos kelmaydi. Nima uchun? Chunki biz juda tez rivojlanyapmiz va biz real vaqtdagi fikrni olishimiz kerak va aynan shu bizga mahsulotni rivojlantirishga yordam beradi. Chunki biz feedbackni hech bo'lmasa minimum 1 kunga kech qolib ham oladigan bo'lsak, biz uchun bu fojia. Chunki nimadir chiqargan bo'lsak, o'sha soniyani o'zida, daqiqani o'zida feedbackni olishimiz kerak. O'shaning uchun aynan standart usullar ishlamaydi. Men hozir o'zimizni kompaniyamiz misolida aytib beraman, chunki Xfieldda biz communityni xohlaganimiz uchun emas, bu aynan bizga demak mos keladigan tezlikda ishlaydigan usul. Agar bu sizni kompaniyangizga hozir to'g'ri kelmasa, siz katta korporatsiya bo'lsangiz, hamma narsa sozlangan bo'lsa, men sizga yana bitta misolni aytib beraman va men buni Yecomda qanaqa qilib qilganimni, marketplace'da qilganimni aytib beraman va bu yerda community qurganman, yaxshi ishlagan, yaxshi foyda bergan, hatto katta kompaniya bo'lsangiz ham. Ana endi bizni hozirgi kompaniyamizga nimalar to'g'ri kelmaydi? Ya'ni o'sha foydalanuvchi qoldiradigan negativ, umuman olganda ko'p kompaniyaning hozirgi kundagi muammo, chunki ijtimoiy tarmoqlarga tarqalib ketadi, postlarga qo'yib yuborishadi, odamlar bu ishlamayapti, yaxshi emas ekan deydi va buni balkim katta korporatsiyalarda fikr mulohazalar bilan ishlovchi bo'lim bordir, uni tahlilini o'tkazar, keyin uni mahsulotga o'zgartirish kiritar, marketing bir qadamlarni qilar, yaxshilar va hokazo. Lekin biz uchun bu to'g'ri kelmaydi. Nima uchun? Chunki negativ startaplar uchun bu ham rivojlanish driveri va biz uni ham real vaqtda ko'rishimiz kerak. O'shaning uchun shu nuqtai nazarda community bizga buni amalga oshirishga yordam beradi. To'g'ri, biz mijozning yuzini ko'rmaymiz, mijozimiz kimligini tushunmaymiz, chunki biz ularga
faqat qanaqadir tiket yoki murojaat orqali qaraymiz. O'shaning uchun biz communityning kayfiyatini ham tushunishimiz, bilishimiz muhim. Va so'nggi demak narsa klassik demak usulda userlar chegaralangan va biz bu o'sha foydalanayotgan odamning kimligini bilmaymiz, bir-birimizga yordam bera olmaymiz. Agar biz masalan buni bunday qilish mumkin, uni unday qilish mumkin bo'lsak, baribir yordam bera olmaymiz. O'shaning uchun community bu jihatdan yordam beradi, qo'llab-quvvatlash tizimidagi qasdlarni, yuklamani kamaytiradi, chunki community bir-birini oladi. Va men sizlarga Hicksville'da biz community bilan qanaqa ishlashimizni ko'rsatib bermoqchi edik. Bu qismini boshda o'tkazib yubordik va qandaydir bir terminologiya haqida gapiradigan bo'lsak, community umuman SNG davlat, MDH davlatlarida uncha mashhur mavzu emas va ko'pchilik hatto hamkasblarimiz ham community nimaligini bilishmaydi. Ya'ni community bu qandaydir bir bitta maqsad, g'oya atrofida birlashgan odamlarning jamlanmasi va ular qandaydir bir onlayn planshetkada bir joyga to'planadi. Hicksville haqida gapiradigan bo'lsak, bizning serverimiz bor Discordda. Discord ham Qozog'istondagi kompaniyalar uchun juda keng tarqalgan mavzu emas. Ya'ni biz Discordda community yaratdik. Nima uchun? Chunki bizga klassik mijozlar servisi to'g'ri kelmasligini tushundik va real vaqtda feedback yig'ishga qaror qildik. Biz o'zimiz Discordimizni saytimizga joyladik. Userlarimiz kelishadi va hozirgi kunda 91 mingta userimiz bor. Va bu umumiy demak mijozlarimizning 60%. Bu bizga nima beradi? Foydalanuvchilar bu communityda bir-biri bilan gaplashadi, bir-biriga yordam beradi va masalan qo'llab-quvvatlash tizimiga qaraganda tezroq yechim topadi. Bizda ham AI avtomatlashtirish bor, bizda AI assistent yordam beradi, lekin baribir bizning auditoriyamiz ham o'ziga xosligi bor. GNI bular qanaqadir kreatorlar, ular video yoki tasvirlarning generatsiyasi bilan shug'ullanishadi loyiha ishlarida va ularga tezgina javob kerak va o'zingga o'xshagan kreator beradigan javob ancha chuqur foydali bo'ladi boshqalar masalan AI assistent beradigandan ko'ra, chunki AI assistent barcha jihatlarni aytib bera olmaydi. O'shaning uchun biz shu usulni tanlaganmiz va bizning mijozlarimiz communityimizga keladi va u yerda muloqot qilishni boshlaydi. U yerda shunaqa bir brendimizga sadoqatni shakllantiramiz, mijozlar bilan muloqot qilamiz. Bu shunchaki hamma gaplashib o'tiradigan chat emas. Biz ham u yerda bormiz, kompaniyaning vakili sifatida ishtirok etamiz. Biz uchun bunday format eng samaralisi. Nima uchun? Chunki aynan shu yerda bizda aynan shu damda nimalar bo'layotganini ko'ramiz va mijozlarimiz aynan hozir nima xohlayotganini ko'ra olamiz. Davom etamiz. Albatta ko'pgina kompaniyalar bunaqa formatdan qo'rqib qolishi mumkin, chunki hozir siz o'zingizni kompaniyangizni ko'z oldingizga keltirsangiz va u yerda qanaqadir muhit yaratsangiz, u yerda barcha mijozlarga gaplashishni tasavvur qilsangiz, ozgina qo'rqinchli ko'rinishi mumkin, chunki bu o'sha ommaviy negativdan qo'rqamiz. Agar hamma klientlarni bir joyga yig'sam, bu albatta 100% zo'r community bo'lmaydi, hamma narsadan rozi bo'lgan. 100% o'tda qanaqadir yoqimsiz narsalarning muhokamasi boshlanadi. Masalan, mahsulotingizda qaysi bir jihati ko'p vaqtdan ishlamayotgan yoki yomon ishlayotgan bo'lsa, o'shaning muhokamasi boshlanib ketadi. O'shaning uchun ko'p kompaniyalar ochiq communitylardan qo'rqishadi, chunki ularda negativ bor, negativsiz hayot yo'q, afsuski. Lekin shunaqa siri bor, negativ bu qaysidir bir postlar orqali shu bo'lib ketgan bo'ladi va odamlar baribir xohlasangiz xohlamasangiz baribir shikoyat qiladi. Bundan tashqari nazoratni yo'qotib qo'yaman deb o'ylaydi kompaniyalar. Masalan, hammani bir joyga yig'sak, umuman mavzuga aloqador bo'lmagan bahslar boshlanib ketadi deydi va albatta toksiklik bizda hamma joyda bor. Bu narsa odam bor joyda negativ bo'ladi va kompaniyalar bu community ham negativ bo'lishidan va hech qanaqa foyda olib kelmasligidan qo'rqadi. Ya'ni odamlar shunchaki kiradi, hovurdan tushish uchun gapirib ketadi deydi. Yo'q, aslida unday emas, chunki hozir agar biz o'zimiz tajribamizdan kelib chiqadigan bo'lsak, aytishimiz mumkin, community biz uchun tirik ekotizim
va u yerda avval boshidan qanaqadir o'zini qoidalari bu yaratiladi, userlar bir-biri bilan gaplashishni boshlaydi, communityning tasavvurini shakllantiradi, o'zining ichki qoidalarini ishlab chiqadi. Biz u yerga kelamiz va biz communityni nazorat qilamiz, muvofiqlashtiramiz, lekin shaklini to'liq o'zgartirmaymiz. Bundan tashqari real time feedbackning zo'r manbasi. Hexel haqida gapiradigan bo'lsak, biz juda ham intensiv tarzda ishlaymiz. Biz uchun haftasiga 10-15 ta mahsulot relizi bu odatiy holat, ya'ni kuniga 2-3 ta relizni chiqaramiz. Mahsulot bo'yicha juda ham ko'p update bo'ladi. Bu biz har doim nimadir o'zgartirishni xohlaymiz degani uchun emas. Jenay bozori juda ham tez rivojlanayotgani uchun hozir adashmasam bir necha oyat OpenAIdan so'ra, One Alibabadan, Nana Banana, Googledan qandaydir yangi generativ modellar ishlab chiqarilyapti, yangi qandaydir mahsulot featurelari berilyapti. Biz ularni tezgina qo'shishimiz kerak va biz buni qilganimizda, chunki biz intensiv rejimda ishlaymiz, to'g'ri, bu ideal tarzda bo'lmaydi, baglarsiz bo'lmaydi. O'shaning uchun bizga tezgina bu feedbackni yig'ib olishimiz kerak va qandaydir bir reportlarni baglar haqida yig'ib ularni to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Agar biz klassik qo'llab-quvvatlash usulini tanlaganimizda tiketlarni yig'ib bizda vaqt yetishmagan bo'lardi va nimalar bo'layotganini o'z vaqtida bilmay qolgan bo'lardik. Ya'ni mijoz nimadir bo'lmayotganini bilib qoladi, ariza yozadi, biz uni kutishimiz kerak bo'ladi, keyin ommaviylashishini kutish kerak. Demak, ko'rib qolish uchun keyin uni hisobot shakliga rahbariyatga olib kirish kerak va hokazo. Faqat shundan keyingina nimadir o'zgartirish mumkin. Hexfield modeli uchun yana bir bor aytaman, bu umuman to'g'ri kelmaydi. Nima uchun? Chunki biz tezgina harakat qilishimiz kerak, hammasini joyida hal qilishimiz kerak. Chunki bizning o'sha kamchilik, qandaydir bir kamchiligimiz yoki bugimiz butun dunyo bo'ylab millionlar foydalanuvchilarga ta'sir qiladi. Bu bitta mamlakatning mahsuloti emas aslida. Chunki bizning eng katta auditoriyamiz Xitoy, AQSh va Yevropa. Ya'ni shunaqa faol kreatorlar, ular uchun bu loyiha muhim, ular uchun bu loyiha pul manbasi va biz tezgina reaksiya bildirishimiz kerak. Aynan shu community to'g'ri mos kelgan instrument bo'lgan. Biz qandaydir mahsulot pitchini o'tkazamiz. Bizda general chatimiz bor communityda va 2-3 daqiqani o'zida nimalar bo'layotganini bilib olamiz. Community katta bo'lgani uchun 100% albatta kimdir nimadir ko'rib qoladi va muhokamani boshlab beradi. Bizda avtomatizatsiya ham bor, feedbacklarni tez olish imkoniyatini beradi, uni normal holatga keltiradi, mahsulotga o'tkazadi va biz uni joyida fiksatsiya qilamiz. Har doim shunaqa ssenariy bor, biz nimadir chiqaramiz, birinchi soatini nimalar bo'layotganini kuzatishga ajratamiz, communityda nima bo'lyapti, odamlar nima haqida gapiryapti, nimalar o'xshamayapti deb feedback olamiz. Shu vaqtimiz bor, fiksatsiya qilamiz va birdaniga to'liq relizni amalga oshiramiz va albatta bu yerda community pluslar haqida gapiradigan bo'lsak, bu customer to customer support, ya'ni bu nima degani? Foydalanuvchilar boshqa foydalanuvchilarga yordam beradi. Bu juda ham aktual mavzu, chunki sizda kattagina mahsulot bo'ladigan bo'lsa va katta yangilanishlarning chastotasi tez-tez bo'ladigan bo'lsa, bu mos keladi. Masalan, user nimadir test qildi, o'xshamadi, boshqalarga qanaqa to'g'rilashni tushuntirib beradi. Va tabiiy ravishda qo'llab-quvvatlash tizimiga murojaatlar soni kamayib boradi. Davom etamiz. Bu yerda men tafsilotlarni ko'rsatib bermoqchi edim. Community deganda nimani tushunishimiz uchun. Chunki ko'pchilik uchun format tushunarsiz. Mana u tashkiliy nuqtai nazardan aytgan bo'lsak, Discordda foydalangan bo'lsangiz buni bilasiz albatta. Masalan, bizni communityda foydalanuvchimiz nima qila oladi? Birinchi u qila olishi mumkin bo'lgan narsa u kiradi communityga va xohlagan savolini berishi mumkin, xohlagan ochiq chatda bu yerda bor. Bemalol savol berish mumkin. Mana birinchi blokka ko'rsangiz, mavzular bo'yicha bir necha chatlar bor, umumiy chat, umumiy muhokamalar uchun yoki masalan mavzuga oid chatlarimiz bor. Bizning mahsulotlarimiz albatta haqida prompt, tutoriallarni gaplashamiz, o'zimizni qanaqadir ishlarimizni qo'yamiz va kollaboratsiya uchun hamkor topishimiz mumkin bo'ladi. Bu ochiq chat va ularda bizni nazoratimizsiz faoliyat olib boradi, chunki yuzlar u yerda o'zaro muhokama qiladi, gaplashadi, biz ularni chegaralamaymiz. To'g'ri, communityning qoidalari bor, ularga rioya qilish kerak, hamma narsani negativga o'tkazib yubormaslik uchun. O'shaning uchun biz negativni ham cheklamoqchi emasmiz. Nima uchun? Chunki bu ham bir feedbackning bir manbasi.
moderatsiyamiz bor, moderatorlarimiz ishlaydi. Agar user o'zi savolni hal qila olmasa yordam beradi. Community managerlarimiz bor, ular bizning mijozlarni qo'llab-quvvatlaydi va bu shunaqa bir chatlarki, ular o'zi mustaqil ishlaydi, foydalanuvchilar bir-biriga yordam beradi va hozirgi kunda biz shu narsani sezdikki, haqiqatda bizni mijozlarni qo'llab-quvvatlash bo'limiga murojaatlarimiz soni pasaygan. Nima uchun? Chunki bizda communityda o'tiradigan odamlar va faoliyat ko'rsatgan odamlar soni oshib boryapti va ular o'z navbatida boshqa foydalanuvchilarga yordam beradi. Va bizning yuzerimiz yana nima qila oladi? U back reportni qila oladi. Bu biz uchun ham juda dolzarb mavzu, chunki biz startup kompaniyamiz va biz aytib o'tganimizdek baglar haqida tezgina xabar topishimiz kerak. Buning uchun bizda forum bor. U yerda juda ham bir tushunarli usulda avtomatizatsiya orqali bizning o'sha sun'iy intellekt yordamchimiz yordamida bug reportni yozishi mumkin va bundan keyin mahsulot bizni o'sha mas'ul shaxslarimiz bor. Kundalik tarzda buni ko'rib borishadi va bizda real time backlog sodir bo'ladi. Aytganingizdek mahsulot katta, juda ham ko'plab yangiliklar bo'ladi va ularni birdaniga joyida bilib olish kerak. Bundan tashqari feature request qilamiz. Siz masalan bizning mahsulotimizda nimani ko'rishni istaysiz? Bularni qo'shimcha mahsulotni yozib ko'rish kerak va boshqa odamlar buni ko'tarilishi uchun ovoz berishi mumkin va jamoa buni ko'rganda buni tezroq ishlash uchun oladi. Biz shuningdek chapka chatlari bor. Auditoriyamiz katta, butun jahon bo'ylab yuzerlarimiz bor va ular bir-biri bilan yaxshiroq muloqot qila olishi uchun biz communityning ichida yana jamoani tuzdik va o'ylaymanki, masalan, Japoniyasi yaponchada va inglizchada turli tillarda bor. Bu tarjima qilinadi. Demak, bu ingliz tilidagi mahsuloti bo'lgan insonlarga ham fikrlarni topib, muloqot qilishga va o'z ona tilida muloqot qilishiga yordam berish maqsadi. Va ya'ni biz bu communityni shunday hubga aylantirdik va biz bu yerda nafaqat menga nima yoqishini ayting deganda emas, balki buni qanday qilish mumkin, qanday yaxshi natijalarga erishish mumkin, masalan, men bu aksent, men bu support masalan deb ko'rsatishimiz mumkin. Ya'ni biz shunday maydonchani yaratdikki, mijoz u yerda mahsulotimiz bilan o'z istalgan narsasini qila oladi. Bu qaniydir ilovani o'rnini bosadigan narsa emas, chunki ularning barchasi aynan klient mijozlar qismiga, mahsulot qismiga, servis qismiga tegishli. Bu yerda ham bilimlar bazasini joylashtirish mumkin. Bizda shunday narsa bor. Umuman zarur bo'lgan har qanday mavzudagi forumlarni joylashtirish mumkin, so'rovnomalarni qo'yish mumkin, tadqiqotlarni, agar istasangiz so'rovnomalarni yo'lga qo'yish mumkin. Ya'ni yaqinda biz yuzerlarimiz bilan intervyu qildik. Bizning Discordimizda yurgan yuzerlarga nima yoqishini batafsilroq bilib oldik. Ya'ni Discord bu bizning jonli maydonchamiz, u bizning ishimizda yordam beradi. Biz boshqa jamoa formatlari, la community, jailing communitylar borligini bilamiz. Format turlicha bo'lishi mumkin. Asosiysi siz bajarishingiz kerak bo'lgan vazifani bajarishga yordam beradigan bo'lsa bo'ldi. Bizning maqsadimiz esa bu yerda masalan bu mahsulot jamoasiga, yaratadigan jamoaga qanday yordam berishimiz, masalan bu yerda masalan qandaydir g'oyalar bilan ilhomlantirish va yordam beradi. Bizning mijozlarimiz nima bo'layotganini, ehtiyojlarimizni tushunganimizda qandaydir xatolarni hisobga qilib relizlarni qilishimiz mumkin. Umuman olganda mijozlarimizni harakatlarini kuzatib borishimiz kerak, chunki bu yerda mijozlar maksimal darajada sovdil, masalan qattiq bo'lsa-da, lekin juda foydali fikr berishi mumkin. Nimandir mahsulotni qanday yaxshiroq bera olish tushuntirib berishi mumkin. Masalan biz feedbackni so'raganimizda kelajakda kompaniyamizni boshqa do'stlaringizga, yaqinlaringizga maslahat qilarmidingiz deganda har doim ham relevant yoki vijdonli va haqiqiy bo'lmasligi mumkin. Lekin real vaqtda yuzerlar nima, bizning kompaniyamiz mahsulotlari haqida nima yozishini ko'rsak, bu ancha haqiqatga yaqinroq bo'ladi. Masalan, Discord bizda haqiqatan butun qo'llab-quvvatlash qismini jamlaydi, chunki bizda faol yuzerlar bor va bular hamma yordam berish zaruratini qoplab beradi. Lekin bundan tashqari negativ
bu maydonchamiz ichida qolaveradi va biz uni boshqara olishimiz mumkin. Agar u tashqariga chiqib ketganda, ijtimoiy tarmoqlarga ham chiqib ketganda, demak biz nimandir yo'lga qo'ymagan ekanmiz. Masalan, mijozni qo'llab-quvvatlash tizimi ishlamayotgan ekanligini ko'rsatadi. Ya'ni masalan, kompaniyani tek qilib, masalani hal qilish uchun uni tek qilishga majbur bo'lgan, demak nimadir noto'g'ri ketayotganini ko'rsatadi. Agar bu maydonchani ichida bo'lsa, negativ, siz u bilan ishlay olasiz. Bu hali qo'rqinchli emas, shuni ko'rsatmoqchiman. Va biz bu maydonchadan bir-birimizga yordam berish uchun ham foydalanamiz. Va bu yerda shuni qo'shmoqchi edimki, MDHdagi kompaniyalar bilan birikish borasida shunday kompaniyani ham sinab ko'rsangiz bo'ladi. To'g'ri, hammaga to'g'ri kelmasligi mumkin. Agar zaruriyat bo'lmasa, buni qilmasangiz ham bo'ladi. Lekin oshkora ijobiy jihatlar ham bor. Masalan, haqqoniy feedbackni yig'ish uchun. Masalan, buning uchun fokus guruhlar qilinadi, qandaydir tadqiqotlar qilinadi. U yerda masalan mijozlar bilan intervyu o'tkazishingiz mumkin. Lekin hozir masalan Discordni qaraydigan bo'lsak, bizning 1000 dan ortiq faol foydalanuvchilarimiz bor. Bizda masalan xuddi kunutun 24/7 fokus guruh bo'layotgandek bo'ladi. Ya'ni har doim qandaydir g'oyalar bo'ladi, fikrlar keltiriladi va negativ bo'lganda uni masalan hal etish osonroq bo'ladi. Muammolarni ko'rsatib berganda, masalan, supportdan tashqari buni boshqarish osonroq bo'ladi va arzonroq tushadi. Masalan, biz content managerlarni saqlash, ishga olish o'rniga bir nechta moderatorlar boshladan ishlaydi va ular bizga har tomonlama yordam beradi. Men avvalgi kompaniyadagi tajriba haqida gapirib bermoqchiman, chunki masalan siz bu yerda deylik hozir yuz berayotgan narsalar yetarli bo'ladi. Я тогда отвечала за курьерскую доставку в Казахстане, 30 городов, где мы доставляли курьерами. Это тоже стартап. Bu ham standart bo'lgan va bizda masalan iloji boricha pul to'lamasdan, pul sarflamasdan qilish maqsad qilib qo'yilgan. Bu yerda outsourcingga chiqaradigan bo'lsak, yaxshi bo'lardi va bizda kuryer yetkazib berishni buyurtma qiladigan foydalanuvchilarimizdan uni baholab berishni so'radik, chunki bizda ularni saralash ko'zda tutilgan. Masalan, mijozlarimiz masalan feedbackda sal ortiqchadan yaxshiroq javob berishi mumkin bo'lgan. Masalan, biz ular 60 dan ortiq userlarni tanlab oldik. Ularga qanday so'rovnoma qilishni bilmadik va ular bilan oddiygina chatda guruh tuzdik. Masalan, checklistlarni yubordik, qanday rasmiylashtirishni kerakligini ham ko'rsatdik. Lekin faol userlarni WhatsAppdagi guruhga qo'shganimizda shuni bildikki, bu endi tez ishlashimiz kerak bo'lgani uchun bu osonroq yo'limiz shu edi. Ular juda ko'p o'zining g'oyalari bilan bo'lgan, masalan, ko'p sotib olgan narsalariga havollalarni bo'lishgan va qani nima bo'lar ekan deb ko'rishni boshladik, kuzatishni boshladik va shuni ko'rdikki, demak, yashirin guruh xaridor loyihamiz yakunlangandan keyin ham bular guruhdan chiqmagan va faol muloqot qilishda davom ettirgan. Biz rasman guruhdan chiqib ketgan bo'lsak ham uni kuzatib turardik. U yerga kuzatib turgan bir hamkasbimizni kiritdik va u yerdan mahsulotlar uchun juda ko'p featurlarni oldik. Ya'ni bizning foydalanuvchilar o'zaro muloqot qilganda ular bizga ham yordam berdi. Masalan, biz ko'rdik, mana shu yaxshi ishlamagan yoki mana bu yerda muammo bor. Va shuningdek, masalan, bizda boshqa ko'rish istagan boshqa mahsulotlarga havolalarni ham ko'rsatgan. Ya'ni biz bu mahsulotlarni olib kelishimiz foydali bo'lardi va bu community juda ko'paygan. Hozir 120 mingdan oshib ketdi. Bu mijozlar haligacha bir-biri bilan muloqot qiladi, qandaydir layfhaklarni bo'lishadi va mikro community masalan 120 ta insongina bo'lsa ham, lekin u yerdan juda ko'p narsalarni olish mumkin. Я думаю,
что в целом формат комьюнити, он очень полезный, хотя бы разово, да, попробовать провести, создать там, может быть, микро-комьюнити, да, тоже, на несколько там десятков человек и посмотреть, как они будут обсуждать, да, ваш продукт, что они вообще думают. Shuning uchun qandaydir jonli feedback, masalan, foydaliroq bo'ladi. Masalan, qandaydir rasmiylashtirilgan va feedbackdan tashqari sodiqroq, sadoqatliroq bo'lgan feedbackdan tashqari bu bizning shaxsiy tajribamiz, balki kimgadir mos kelsa foydali bo'ladi. Chunki bu сейчас va формате turli bizneslarga o'ylaymanki bu foydali. Друзья, аплодисменты. Алина, спасибо большое за вашу презентацию. Это было очень интересно и информативно. Мы переходим к Bu нашему katta rahmat. Endi biz savollarga o'tamiz. To'g'ri, savollar ko'p va ular juda ko'p. Insonlarga aynan shu mavzu qiziq bo'ladi va bizda juda ko'p savollar bo'ladi. Masalan, qaysi mahsulotlar ko'proq foyda beradi? O'zi yoki bu yerda juda ko'p savollar bo'ladi. Masalan, ну и, конечно же, большую часть, я думаю, все равно генерят наши модели сторонние. Это Nano Banana. bu Nano Banana Google'dagi va bu juda ommaviylashgan va hozir masalan Kling bu Xitoy modeli, lekin u ham juda faol va o'ylaymanki, hozir video modellar ko'proq ommaviylashgan bo'ladi. Xo'p, kompaniya UGC yo'nalishni rivojlantirishni rejalashtirgan. Bizda shunday ichki mahsulot bor. Bizda masalan Fixo rejalashtirishni qildik. Agar yo'q bo'lsa, uni ikonkasi bor, uni ko'rish mumkin. Masalan, sizda intuitsiya bir xil, boshqa masalan bizning userlarimiz, men shuning uchun ham ularni yaxshi ko'raman. Ular yuziga shundoq boricha gapiradi. Biz bu narsalarni работала. То есть demak, balkim bir boshqa kompaniyalarda, boshqa communitylarda qanday bir tafovut, farq bo'lishi mumkin, lekin bizning communityimiz yosh va har doim hali yolg'on gapirishni o'rganishgani yo'q. Keyingi savol Nilufar Usmonovadan. Nilufar Usmonovadan. Qaysi foydalanuvchi feedbacki sizga sizning esingizda qolgan va mahsulotga ta'sir o'tkazgan? Biz har kuni feedback olamiz va bizni foydalanuvchining qulayligi uchun fitchlar qilamiz va agar bitta fitch haqida gapiradigan bo'lsak, bizdan bitta modelni so'rashgan, masalan platformada paydo bo'lgan model, bu aynan funksiya lip sync funksiyasi, ya'ni o'zingizni personajingizga ovoz berish va biz buni tezgina amalga oshirdik 1,5 hafta davomida va hozirgi kunda ancha ommalashib ketgan, chunki odamlar reklama qiladi sun'iy intellekt yordamida va har doim ham o'zini kadrda bo'lishni xohlamaydi, avatardan foydalanadi va uni bizning studiyamiz yordamida ovozlashtiradi. Rahmat. Keyingi savol Great Mood Digitaldan. Sizda ishchi jarayon qanaqa qilib yo'lga qo'yilganki, shunaqa tez-tez reliz o'tkaza olasiz? Printerlardan foydalansizmi yo'qmi? Ha, ko'p bu savolni berishadi. Bizni jamoamiz bitta javobni beradi. Biz juda ko'p ishlaymiz. Umuman olganda biz hayot va shaxsiy hayot va kasbiy hayot balansi yo'q. Haftasiga 80 soatdan ortiq ishlaymiz. Biz hozir to'xta olmaymiz, chunki Jenay bozorida raqobat juda kuchli. Agar biz sekinlashadigan bo'lsak, qaysidir kompaniya bizdan o'zib ketadi. O'shaning uchun biz katta kompaniya Meta yoki OpenAI kabi katta kompaniya emasligimizni bilamiz va biz ko'proq ishlashimiz kerakligini ham bilamiz. Biz sprinterlar bo'yicha ishlaymiz. Har hafta bizda qanaqa asosiy mahsulot rejlari borligini bilamiz. Albatta bu o'zgarishi mumkin jarayon davomida, chunki bizda jarayonda ko'p narsa o'zgarib boradi. Lekin asosiy muvaffaqiyatimiz shundan iboratki, единорог yoki dekor masalan qilish
7 milliard qila olmagunimizcha biz 9-6 gacha ishlamaymiz. Demak, juda ham bir qushayotga ega bo'lgan kompaniya. Ha, Iskandar Sharipov Agrobank communitydan foydalanish kompaniya uchun tushunarli, lekin siz o'zingizni foydalanuvchilaringizni qanday qilib jalb qilib, ular ham boshqa foydalanuvchilarga yordam berishiga nima qildingiz? To'g'ri, bu bizning mijozlar bazamizning xususiyati. Ularning hammasi kreatori va ular uchun community va Discord juda ham bir dolzarb mavzu. Biz eskortimizni tezgina chiqarganmiz communityda. Biz buni tezgina qila olmasligimiz uchun silkani qildik, communityni bajardik. Boshida qiyshiq qo'ng'ir chiqdi. Biz shunday serverga topshirdik, odamlarga demak, odamlar taklif qilishni boshladik va keyinchalik ilg'or tajribalarni qidirdik, communityni yaxshiladik. Lekin bizda odamlarni jalb qilish bo'yicha hech qanaqa muammo bo'lmagan, chunki ularning o'zi kelgan. Bizda qaysidir ma'noda support qismi bo'lmagan, faqat community bo'lgan. O'shaning uchun odamlar kelgan, faol ishtirok etgan. Hozir kuniga 1000 ta 2000 taga o'sib boryapmiz. Va so'nggi savolimiz Amirxon Qoriyevdan IT Park. Siz community bilan community savollarga iyidan foydalanasizmi? O'zingiz javob berasizmi yoki birgalikmi? Biz ko'p beriladigan savollarni hali ham ishlab boryapmiz. Uni avtomatizatsiya qilish ustida ishlayapmiz. Communityni o'ldirib qo'ymaslik uchun feedbackda avtomatizatsiyamiz bor. Juda ham ko'plab Discord uchun bot yechimlarimiz bor. Bu shunday bir maydonchalardan birdiki, botlar katalogi juda ham bir katta va istalgan botni yoki faqat kalit so'zlardan qidiruvchi yoki bir kesimda ishlovchilarni oluvchilarni olamiz va biz masala analitikani qilamiz. Qanaqa mavzular, necha marta aytilgan iqtiboslar, alohida olgan mijozlarning gaplarini tahlil qilib chiqamiz. Bizga bu yaxlit kartinani beradi. Agar bizda shunchaki qanaqadir bir tezislar hisobot bo'lganda bunday bo'lmasdi. Ya'ni biz mijozlar nima yozayotganini ko'rishimiz kerak, jumlalarni ko'rishimiz kerak, keyin tafsilotlarga o'tamiz. Bu mijozning xabarini topamiz, nimalar oldin nimalar yozgan ko'ramiz. Umuman shu tarzda ishlaymiz. Katta rahmat Alina.